Instagramda zakrit akkaunt qilishni hamma biladi. Bilmaydiganlar uchun bu videoni tayyorlayapmiz. Bemalol agar bilsangiz chiqib ketishingiz mumkin. Bu video siz uchun emas, vaqtingizni bekorga sarflagansiz qoladi. Demak, zakrit akkaunt qanaqa qilinadi? Men kompyuterdan hozir ko'rsataman. Bir xil qilinadi. Telefonda ham, kompyuterda ham nastroykasi bir xil. Demak, kompyuterdan kiradigan bo'lsangiz, Chrome'ni ochib olasizda, Instagram deb yozasiz. Menda уже hammasi tayyor turibdi. Instagramga birinchi profilga kirganingizdan keyin o'zingizni login parolingizni terib ochib olasiz Instagramni. Ochganingizdan keyin sizda xuddi shunaqa okoshka ochiladi. Agar telefonda bo'lsa ham xuddi shunaqa ochiladi okoshka. Demak, bu yerdan ishoga bosamiz. Telefonda o'ng tomonda tepada bo'ladi. Bu pastda turibdi. Настройкаga kiramiz. Tak, настройкаdan chap tomonda Confidentialность akkaunt degan joyi bor. Shu yerga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana zakrit akkaunt mana nimasi turibdi. Tam xullas yoqadigani. Shuni ustiga bitta bosamiz. Bizda hozir professional akkaunt bo'lgani uchun bizdan so'rayapti. Rostdan ham o'sha zakrit qilmoqchimisiz deb. Biz dani bosamiz уже profil zakriti bo'ladi. Bo'ldi, все. Mana shu bilan zakrit akkaunt shu yerdan qilib ko'rsangiz bo'ladi.